Assalomu alaykum qizlar. Men sizlarga hozir blogga tushgan zakazni to'lashni o'rgataman. Mana bu konsultantimizda may zakazi degan joyga kirsak, mana bu 15 ming so'mlik zakazi blogga tushibdi. Mana birinchi chisloda chiqarilgan. Mana birinchi chisloda chiqarilgan, 5-chisloda kelgan, 15-chislogacha olish kerak, to'lash kerak bo'lgan. Bugun 16si bo'lib, bir kun srok o'tib ketgan. Mana oplatit deganni bosganimizda, qaranglar qizlar. Mana shotida pul bor. Oplatit desak, mana zakaz не оплачен bo'lib shunaqa bo'lib to'lanmayapti. Endi biz buni to'lash uchun profilga kiramizda, обратная связь degan joyga kiramiz. Plyuschani bosamiz. Zakazda tema qo'yamiz. Salomatsizmi? Mening ushul nomerdagi zakazim to'lanmay жатат. So'ranish to'lab beringizlar deymizda. Zakaz nomerini kopировать qilishimiz kerak edi. May zakazga kirib turib, mana buni zakaz nomeri bo'ladi qizlar. Mana shuni ustiga bosib tursanglar, mana skopировать deb chiqadi. Kopировать qilamizda. Bunday qilib stavить qilib qo'yamiz. И создать заявку deganga bosamiz. Ketdi qizlar. Javob kelganda mana buni выполнено degan joyga tushib qoladi. Kirganinglarda, masalan, обратная связь degan joyga kirasizlar. Hozir обратная связь degan joyga kirasizlar. Shunda mana shu yerda hech narsa yo'q bo'lib qoladi. Hozir bizda zaявkamiz turibdi, ber pustoy bo'lib qoladi. Buni 3 ta chiziqchaga bosasizlarda, mana выполнено degan joyga kirasizlar. Kirganinglarda mana javob kelgan bo'ladi.